Qirg'izlarning kinosiga xulosangiz, din va komediya janrida bunday kinoga qanday qaraysiz? Oldin rahmat debdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ikkita pivo berib yuboring. Pivo? Uyatingiz bormi? Yoshgina qiz ekansiz. Alkogol sotishga uyalmaysizmi? Men to'kib charchamayman, sizlar sotib charchamaysizlar. Qancha pivolaring bor? Ko'pgina. Пока что ikkovini berib turinglar. Keyin bir tamaki. Hozir. Yo'q, u tamakidan emas. Narigisi. Winston X-Style seri 2 kapsulasi bilan. O'sha yomon ko'rinyapti ancha. Shundan boshlay. Nalichkami yo o'tkazib yuborasizmi? Uyalmaysanmi? Elga ziyon narsalarni sotib aqcha so'raysan? Men buni to'kkani olyapman, ichgani emas. Iti yo'q. Komediya janri bor, mavjud, faqat rost va xalqni muammolarini ko'tarib olib chiqishlikka xizmat qilsa, bu to'g'ri janr va bundan foydalanish kerak. Lekin din mavzusini hazilga yuyish, din mavzusini kalaka qilish, din mavzusini istehzo qilish to'g'ri emas. U boshqa dinni mavzusi bo'lsa ham. Butparastlarni budini ham so'kib bo'lmaydi. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم degan oyat bor. Alkamaqo. Allohdan o'zgaga sig'inayotganlarni, sig'ingan narsalarni so'kmanglar. So'kish bu yerda o'sha istehzo ma'nosida ham so'kishga, haqorat qilishga, kamsitishga kiradi. Fayasubbulloh. Ular Allohni keyin so'kishadi. Advan, dushmanchilik sababidan siz uni muqaddas narsasini haqorat qilganingiz uchun u sizni e'tiqodingizga tajovuz qiladi. Beg'oyri ilm, johillik bilan. Shuning uchun din mavzusi masxara mavzuga aylantirilmaslik kerak.